Mirmuhsinning tarixiy romanlaridan biri Temur Malikdir. Asarni yaratilish haqida adibning o'zi shunday degan edi: ko'p yillar mobaynida tarix sahifalarini varaqladim. Ona tuproq, ona yurt saodati yo'lida kurashib qurbon bo'lganlar haqida kitob yozish niyatim edi. Mozidagi mislsiz vatanparvar bahodirlardan biri Temur Malik jasorati doimo diqqatimni jalb etib kelardi. Ana shu niyat samarasi o'laroq bu roman yozildi. Asar Sharq yulduzida 1986-yili alohida kitob holatida chiqdi. Rus tilida Moskvada Xo'jand qallasi nomi bilan nashr etilgan. Romanda Temur Malikning dushman hujumiga, xususan mo'g'ullar bosqinchiligiga qarshi olib borgan mardonavor va jasoratli kurashlari, Xo'jand qallasini mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlari juda jonli tarzda hikoya qilinadi. Temur Malik Xorazmshoh Muhammad hukmdorligi davrida Xo'jand hokimi Jaloliddin Manguberdining yaqin savdoshi, mo'g'ullar istilosiga qarshi kurash olib borgan sarkarda, xalq qahramoni. Asarga tarixiy shaxslar bilan birga to'qima obrazlar ham kiritilgan bo'lib, ma'lum tomonidan asarning g'oyaviy mazmunini to'ldirishga xizmat qilgan. Temur Malik romani o'tmishdagi xalq ozodligi harakatiga bag'ishlangan. Vatan xalq erki, ozodligi yo'lidagi jasorati, mardligi bilan allaqachon mangulik ramziga aylanib ulgurgan. Aziz kitobxonlar, men sizlarga ushbu Temur Malik romanini o'qishni tavsiya qilaman.